dostlar, yaxşımısınızlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailem programması. Ben Dilraba Ablis. Programımızı Şinjan Dilraba Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi Çümönü Balla Yürüyüşlük Mahsulotları, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Merkezi, Şinjan Önüm Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi birleşip işleyen. Programımızı yana Şinjan Alxumar Meblag Seliş Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Sevimli dostlar, bir bala bir ailenin ümidi, milyonlagan bala milyonlagan ailenin ümidi. Programımızda ana şu milyonlagan ailelerin ümit çırğı bolgan balalarımızga to'g'ri yetaklash ep berish, ota-onalarning balalarga sifatli hamroh bo'lishi, ularga to'g'ri nishon belgilash uchun to'g'ri yo'l ko'rsatish programmamizning bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Programmamızda cemiyetimizden her saha, her kasbideki netice kazangan kişilerimiz bilan birlikte ilgar idideki ata-onalarning farzand tarbiyalash jarayonidagi güzel hikayelerine kulak salamiz. Programımızda yana psixikalik yetaklash ep berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Merkezi'den Mubarak muallimni alay taklif bilan taklif qildik. Qarşılamız. Unda bo'lsa, bugungi programmamizdagi bu sevimli aile a'zolari zodi kimdir? Birlikte ko'rib baqaylik. Ürümçi şehirlik san'at ansamblining davlatlik ichki zaryadlik artisti, Şinjan Usulchilar jamiyatining a'zosi, Xalqaro cho'ng bozor obraz elchisi, Minavvar muallim usul tarbiyalash maktabining qurg'uvchisi, Tehron kiyimlarining obraz vakili, el qalbidan o'rin olgan talantli usulchi, aktyor Minavvar Tursun va uning o'miq qizi. Bugungi programmamizga taklif bilan qatnashgan aziz mehmonlarimizni mu sektimiz taklif qilib oldik. Qarşılamız Minavvar, qarşılamız o'miq qiz. Unda bo'lsa oldi bilan ekrandagi do'stlarimizga bir qisqacha salomlarni berib o'tamsizlar. Yaxshimisilar do'stlar? Men Urumchilik san'at ansamblidan Minavvar Tursun. O'miq qiz do'stingizmi? Yaxshimisilar? Mening ismim Lazina Musajal, bu yil 10 yoshga kirdim. Bu bir oiladagi o'miq singillarmidi yoki ana bolalarmidi degideklar men. Ana bolalarsiz ishonamaydi-ku deyman ko'rurmanlar. Bolalarda kichik cho'mib ketdi. 11 yoshga kirsa Raurus bo'ylari o'sib, hozir qancha yillikda? 6-yillikda. Başlangıç 6-yillikda. Minavvarnimi biz ekranlarda biz san'at maktab yeng kelgan vaqtimizda Minavvarlarning otasi cholpon bo'lib qolgan. Esimizda bormi bir qanday e'lon? Sizdan tug'an biz kaynol seçimiz taraf. Shu manjuma. Shu ajratim oldi film qo'lim chiqqan. Opamda yaxshi ko'rdi u rasmni. Hozirmi ramka qilib bizning uyda esimlik bor. Opamlarning cho'ng uyda. Bek yaxshi ko'rdi, bek chiroyli chiqqanda. Shu chaqlarda Minavvarlar biz yeng san'at maktabga kelgan vaqtlarimizda usulni bitirib xizmatga chiqib, tozi cho'lpon bo'lib ko'z ko'rinayotgan vaqtlarda, tirishayotgan vaqtlarimizda. Undan keyin orliqda bir mazgil tozi ekranlarda yo'qolib ketdingiz, Minavvar? Ekrandan bir mazgil ayrildim. Har xil sabablar bo'ldi ekan. U vaqtlarda biz yeng xizmat chiqqan, oilamizning yo'q vaqtlarda, onun ustiga ota-onamiz Aşu, hozirga akilamayman ularni, kagil urmaydi. U vaqtlarda kelib mesiyat turatdi-da, qo'llab shunchalik hamma ishlarim joyida, kasbga o'zimni beg'ishlay oladigan vaqtlarimda. Undan keyin turmushlik bo'ldik. Onun ustiga cho'nglar bu yerda turib bo'lmagandan keyin bolalarni o'rinlashtirish, xizmatning o'zidan chiqish, mush ishlar hammasi o'zimizga qolib qoldi ekan. Ekrandan ayrildim, lekin mush kasbning ichida turyapman-da men yana sahnadan ayrilmadim. Kunda aşu nurg'un vaqtim sahnada o'tadi. Atamush qizni yaslidan ilib uyan qo'yg'ildan aytmandan. Endi bu yerda dadisi menga qarshi beramaydi chunki xizmatda ham alaydirak ko'p vaqtlar uyda bo'lmaydi. Shuning bilan mening kunlarim ash oldirashchilikning ichidan to'liq o'tib ketdi. Shunga o'zimni bir yerlarim kam qolgandek his qilolmay, undan ortiq besim berib olmadim o'zimga. Shuning bilan o'tib ketib qoldim endi. Demek sizlarning cho'nglar Urumchida emas ekanda? Cho'nglar Urumchida emas. Qashqarda bizning cho'nglar. Demisam endi Urumchida ham kasb qilib, mishada aldirashchilik muhitning ichida yashab, lekin bolalar kichik vaqtida xizmat, oila, bolalar hamma narsaning o'zidan chiqish hamda bu yangi oila qurganda ayollar uchun haqiqatan bektas. Men bek to'g'ri his qila olmayman. Masalan, men shunday aytdim-ku. Yurkim bir xil og'rib turib, to'g'rilik gap bo'lsa shu bir xil o'zimni naytdi. Bechora his qilibman shu bir xil. Lekin shu vaqtlar naytdi bir yana go'zal bir aslimalar bor vaqtlarda ham. Aslimalar bor vaqt. Uni ustiga butun hozir Urumchilik xonim qizlarimizning hammasi tegidek shunday holatda yana tirishyotdi shundaqmi? Faqat malla emas, sizlar emas, hammamiz mush holatda.
Çünkü men minaverdek bo'lgancha, mening ikki balam tang-tanglar. İkisi keyin-keyindili bo'lgandan keyin men asosan 5 yildek men ekrandan ayrıldım. 5 yildek ayrılıp bizning cho'nglar bu yerda bo'lmagan keyin bolalarga amra bo'lamiz deymiz. O'zimizning boshqa xizmatning normal o'zidan chiqamiz deb nurg'un kasb jihatdagi ilgirlashlarimiz vaz kechyapti-da. Endi bolalar sal ko'zga ko'rinib, maktablarga kirgandan keyin endi yana qaytadan o'zimizning ekran hayotimizni, kasbiy hayotimizni yana boshlab azdolamdi. Qo'shib obay gitimiz şey geldi. Hozir menda yana bir jiddiychilik paydo bo'lib qoldi-ku. Nurg'un narsa bor menda. Masalan, mush kasbni men 95-yil sayt maktab kirgan bo'lsam, o'qish bitganda boshlab hozir ishlab kelyapman-da. Asta mukammalashib mangdikanmiz hamda. Xo'sh, ketmagan bo'lsam-mu, xeyli bir yak bordi-da, saviyalarim, bilimlarim qo'saqqa qochildim masalan. Bu narsalarni men chiqarishim kerak-ku hozir. Shu yana bir xil jiddiylik paydo bo'ldi-da, chunki men bolalarimni tarbiyalab bo'ldim. O'zimga vaqt yetishmagachga, mushu bolalarimni kasbdoshlarimga berdim. Shular tarbiyalab berdi cho'ngini. Ammo kichik kelganda turib o'ylab qoldim. Endi boshqa yoq olib boradigan ba'zi vaqt yetishib bo'lmaydi ekan. Kichigini tarbiyalayotganman, shuni o'tirib, mush qizimni tarbiyalash jarayonida mush ortiqchiligimni texim ko'p bolalarga bersam bo'lmamdi. Chunki men o'zim bir ona bo'lgandan keyin ota-onalarning bolasini qayerdan tarbiyalab, qayerdan bir chiqarish ashundaq umid orzularini belimanda men his qila olmayman. Shuning bilan shuni o'ylab, ana lekin xonim qizlarimizning azroq bir bismini yengiltalsam, umma uchun xo'shallik bo'ldi ekan. Shuning uchun bolalar bilan cho'nglarniki usul tarbiyalash sinfini ichib oldim. Pek yaxshi bo'pti, muborak bo'lsin. Rahmat. Uzoq bo'lmadi deyman, biz xabar topmoqdik. Ha, uzoq bo'lmadi. Men amaliy ishni boshladim. Atrofimdagilar nurg'un o'rindan shu talab qilayotgan chumandim. Mena versam qachon bir ish qilsa, bolalarimizni tarbiyalab bersam bo'ldi. O'zingning bolangni bak tarbiyalab ketib borsa, tajriba savoqlarini so'zligidek bo'lmayotsa bizga, bizning bolalarimizga sen mush kasbning ichida bo'lgandan keyin biz bu kasbni tushunib bo'lmagandan keyin bak agitni o'qitganmiz, sen bir oson yo'l bilan vaqtimizni tejab bergan bo'lsang bo'ladi deb talab qilib ketgan. Shunlashqa sinf ochdim dedim, sinf shu yilqi ota-onalar bilan to'shdida. Shunlashqa nurg'un yaqinlarim xabarsiz qoldi, ranjidi, men mustaq bir ish qilib bizga deb qo'ymabsa deb. Ular dedim hamda sizlarning oldinglarga mundaq bir ish bo'ldi deb chiqqidak hamda bo'ldi. Hozirdan boshlab hamda izlaymaslarni deb. Demak, bayatdan binalardan gapidimi anladik. Cho'ng'inimi o'zi, masalan, do'stlari, kasbdoshlarining tarbiyalashib bergan kichigini o'zim bir qo'lliq tarbiyalaydim. Demak, har ish kelsa, shu usul kasbida kichigidan boshlab tarbiyalaydi-da. Ha. Kichigi qancha yoshga kirdi? Kichigi 4 yoshga kirdi. 4 yoshda kichikkan. Kichik. Bunda bir gapni qisib qo'yay bay. Ishqinlarning gapidan bag'u, bayqi paramdan men shundaq bir o'rtaqlikni his qildim. Ishqinlar bak o'xshaydi ekansizlar. Sizmi dedingizmi, menmi sahndan yoki ekran oldidan 5 yil ayrilgan. Sizmi shundaq ayrilgan. Endi men yerda bunda bir gap bor. Nurg'unlagan do'stlarchu, bo'libmi ayollar oila bilan kasbga tanlash kelgan chog'da bek arisaldi bo'ldi. Men zada oilamni qurbonlik qilmayman kasbim uchun yoki kasbni ham ikkisidan birini ham tanlab, birini qat'iy qarmaymanmi deydigan ilqib qutublik o'ylab oldi-chu. Endi yana bir xil ahvol nima degan chog'da dastlabda deydi, men vaqtli holatda oilamni tanlab turman. Men hamini yana shu kasbning qo'yniga o'zimni atayman deydi, lekin bundaq bir ish bor. 1 yil kasbdan ayrilsangiz, hisobda 3 yil keyniga chekingan bo'lsiz. 3 yil kasbdan ayrilsangiz, 5 yil hatto undan keyin kasbdan ilqib boshqa yangi chiqqanlar bilan tang tura oladigan holatga kelanmasligingiz mumkin. Bu hamda ayollardan ajoyib cho'ng shu sahnadan ayrilganda yoki kasbdan ayrilgandami, ilqi o'zligidan o'ginishdan to'xtab qolmaslik kerak, to'g'ri. Allohga talab qildi. Shunga mening oshna olg'im kelyapti, ikkilanlardan-chu. Shu vaqtlarda qanday bir kuch sizlarni sen yana qaytadan qaytib kelsa, shunga vaz kechib etma, davomli ilgirlab tur, davr bilan davrdosh bo'l degan qanday bir kuch endi. Ashuni bir so'zlar. Hozir am tayziri muborak ma'lum menda shuna yaxshi riyosatchi bo'l. Rahmat riyosat. Ilqi asli riyosatchi o'rnida turib, ilqi ziyorat qiling'uchi bo'lib qolsa hissiyot bek tayz bo'ldi ekan. Mendami boshqalar musulmon so'rab Mana so'zlab paxtam ichimdikini deymiz ha. Hozir ishimiz sen so'zlab chiqqanimiz juma to'xtamay qolsa, chunki ishimiz ilqi
Nimdaymiz davrdoshlar Davrdash ham demat. Dematlik, o'xshash bir chekinibsizlar lekin chiqqanda qaytadan bunda emas bunda ko'tarilib chiqqancha ishkanlar ekrandan ayrilgan bilan biz men shaxsan cho'qim dilrabam o'xshash mushi ballarni o'g'irlashtirib bo'lib shu o'zimizga tabiiy bir kash ozroq vaqtimiz bo'ldi-ku bir narsa o'ylaydigan shu vaqtda mana ichimda bir narsa yeydi o'ylab kitma avurmag'i tushliq darmon yo'q lekin endi ballarni tashlab qo'yib ash kasbimga o'zim otib o'tmayman chunki bu bir vaqt masalasi bo'ldi ekan bir ishni shu vaqtda cho'qim qilolmaysiz keyin qaytib akilib qilolmaysiz u endi oila bilan bola tarbiyasi bo'ldi ekanda bola tarbiyasini man yengib chiqsam undan keyin boshqalarninki mush kasb jihatda bolalarni tarbiyalashiga yordam bera oladiganman ham ota onaning ishonchiga erisha oladiganman bu bola degan bizning yuragimiz har qanday otani o'ylashidi bolasini bir muallimga topshirishdan avval topshirsam bulamdi bo'lmamdi deb har qanday bir otani bo'g'ichi uni o'ylaydi shunga hozir shunchalik keldim deb o'yladimda bolalarim qarab chiqib shuning bilan sinfni ichib oldim ota onalar bolalarini akapagan vaqtda men ulardan bakrak jiddiylashib hayajonlanib yig'ib tutib ketdim nemishqa ay beshinchilik ishini bolasini meni oldim akapadiku mushular deb men cho'qqi mush bolalarga tog'dek mas'uliyat bilan qarab mush ota onalarni xotirjam qilay xush qilaymishlarini deb endi beshinchilik haqiqatdan oson emas baytun qanday kuch bir ta'sir qildi deydi ku endi meninkida mening 2 yil bilan 1 yosh 9 oy farq qildi-chu. Minavarning texyani ozroq farq bor-ku. Birdan bo'lsa u fikringizni o'yintib turing desa belgidek yosh kelganda. Bunisi men 2 yil operatsiya bo'lgan. Undan men burundan o'zim balla programmasida ishildim. Ishlash jarayonida bir cho'qqim bir bal tarbiyasiningki qanchalik muhimligini his qilganda endi men 20 necha yil ishlatdim. Shuningga Balı bo'lgandan keyin men cho'qim hamda bolalarga bir yaxshi amra bo'lish. Bu 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqt hamda eng muhim vaqt ekan-ku u bolaninki butun bir xarakteri, mijozi hamma narsa yetildigan. 3 yoshdan 7 yoshgacha hamda uning orzusi, nishoni tiklandigan. Agar men bu vaqtni qo'ldan berib olsam, nurg'un otalar bunda ekan-chu. Masalan, men hozirmi hamda bir bolalar mahsulot qilib, vakolatchilar to'p qilib, buningda biz hamda bolalarninki bu shu sifatli amra bo'lish, sifatli farzand tarbiyasi, bolalar jinsiyat tarbiyasi degandek nurg'unlagan tarbiya bilimlarini berimizda. Bular mal setishlar emas. Endi mushuni qilish jarayonida burun qanday o'ylaymiz? Nurg'unlar qanday qildi ekan deganda shu 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqtida yo cho'nglar qarab birdi ekan, yo aldirash vaqtida boshqalarga berdi ekan, o'zi sirtda o'ziniki tugumas aldirash ishlar bilan bo'ldi ekanda. Anundaki 7 yoshdan keyin bu bola bilan bo'lgan orliqdagi mau Mikro muhabbet rishta uzilib qoldigan, yuragidagi gaplarni deyolmaydigan, bog' uzilib ketadigan, anondan keyin hatto kunida mehr muhabbet his qilolmaydigan degandek nurg'unlagan masalalar ko'rildi. Hatto bolasining nima qiziqadiganini, nima yaxshi ko'radiganini bilmaydigan nurg'un otalar bo'ldi. O'zining bolasining mijoz xarakterini tushunmaydigan nurg'un otalar bo'ldi ekan. Keyin unamda 7 yoshdan keyin men yetaklayman degan bilan u amaliyot 7 yoshgacha uning 70% mijoz xarakteri yetilib bo'ldi ekan-ku. Undan keyin qanday odam bo'ldigini. Shu men cho'qim bolalar bo'lgandan keyin o'zim bir qo'lliq amra bo'lib, o'zim bir qo'lliq tarbiyalayman deb o'ylagan. Shu men shu bolalarim 2 oylik vaqtlarda men ularga nurg'un she'rlarni o'qib beratdim-da. Men asosan endi cho'njidak uydaşlar bo'lib idoralarga normal xizmatning o'zidan chiqiblar, vazif olmaylar shunda o'tdim. She'rlarni o'qib bersam qizim degan shunda go'ngrab tang vaqiraydi-da. Mening dadam hamda rahmatli dadam shoirdi, Ildaryo jurnalida ishlagan o'z adabiyot bilan. Dadamga deb bersam, dadam bak xo'shib ketadi-da. Dadam menga shunda degan. Bal degan bir oq qog'ozga o'xshaydi. Siz uningga chiroyli rasm sizsangiz, u bir go'zal manzar bitadi. Siz uningga aldirab jijivassangiz, u bir purlab tashlaydigan, o'zingizga yarmaydigan bir narsa bo'ldi, deydi-chi. Demak shu endi bir yaslining o'qituvchilaridek uyda usullarni o'ynab bularga. Shunda o'tkazdik. 5 yil vaqt o'tgandan keyin asta bak shu doirada turaversangiz, nurg'un jamiyat bak tez taraqqiy qilayotgandan keyin yengillayotgan uchurlarga yetishmaydi ekansiz, nurg'unlagan narsalarga yetishmaydi ekansizda. Bu keyin undan keyin o'zingizdan barabar ishonchingizni yo'qotadigan, o'zingizga bo'lgan Elik tushkunlikni keltirib chiqardigan, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yo'qaydigan, undan keyin ba'zi yiningizdagilar qarab bir narsalarni bilmaydiganligingizni his qildigan bir kayfiyat
Tabii sizdə işencinizni yo'qotib qo'ydi ekan. Men hozirgacha birmi chiyim yo'q, men faqat choy o'ynamayman-da endi. Shu mushnarslar mendan bo'ldi. Hatto birinchi qitim undidarni yo'lishim tushirib, akirib, men ko'rsatgan vaqtida bu menga qasdan ko'rsatmadi. O'zi bir undidarda paranglashayotganini ko'rganda, men tomoq qilib, uni buni qilib, nimkan bu desam undidar deganda men bakkaga qolganman. Şuna ben keyin özümde o'ylanish oldida, to'xta, anken kayfiyatimda o'zgarish bo'ldi, tushkunlashish azroq. Anken bu chanxoyi deganda madamda bo'ldi, kayfiyatimda o'zgarish bo'ldi. Keyin shu men asli bularni shuna yaxshi tarbiyalayman deb. O'zim kayfiyatim bunda tushkun, o'zimda ishonch yo'q. Dunyodagi tashqi dunyodagi nurg'un narsalarni bilmaydigan bo'lib, kunda buningga bunda amra bo'g'inim, kitobdagi narsalarni o'qib berganim, o'rgatganim amaliyotda bu haqiqiy ulg'ilish bo'lish bo'lmaydi ekan degan narsa paydo bo'ldi menda. Shu vaqtlarda menda anki men bir undidarda bir so'z ko'rdimda, bir tushkun ona hargizmi bir umidvor farzandni tarbiyalab chiqolmaydi. Bir arzusi nishoni yo'q ona hargizmi bir arzusi nishoni bor bo'lgan bir bolani tarbiyalab chiqolmaydi degan narsani ko'rdim. Men buni bizning vakolatchilarga bekchiq deyman. Ko'rgandan keyin menda uyg'onish bo'ldi, to'xta. Bolalarım xeyli cho'ng bo'ldi. Men endi o'zimning yangi bir nishonimni bu aralıqda ügünüşünü to'xtatmadik, lekin bu kitobda har kuni undidarda ko'rgan ügünüş bilan siz tashqi dunyoga chiqib turib, haqiqiy qo'l silib turib, his qilib turib qilgan ügünüş bu yana o'xshamayotganda, shuning bilan ham uningdan qayta sirtning programmalarini ilib, uningdan bolalarga amra bo'lish vaqtini, uningdan xizmat ishlash vaqtini, oilaga ajratgan vaqtni, hamma narsani bölüp orlaştırıp kavurun aletken öttükten bir kino çocuklar şurduğunda şuna mı? Lekin aslında bu narsa bizde var. Faqat yo'qotmadik, buni ishonchimizni yo'qotmadik. Bu narsa bizda bo'lg'achqa, ammo bir kelib chiqadi-da. Shu. Lekin ham mushning bir yaxshi yerning bo'pti deganda, bolalarga nisbatan biz uning bir iliq bir faxrlanadigan bir narsaga aylangan o'xshaymiz. Buni qanday his qildim deganda, biz hozirda bolalarimizni bak yaxshi tarbiyaladik deb va'da berolmaymiz. Biz quvvatlanmaymiz, chunki buni biz endi asta-asta yana 10 yildan keyin, 20 yildan keyin balki his qilishimiz mumkin. Lekin hozir minavar gap qotdi. Qiziq qarsa, Lazina. Lazina. Shunda havas qilib, faxrlanib, mushunda qarab o'tiryotdi. Shunchalik iliqi xo'sh bo'lib ketdimda, suyunib ketdim. Nimishqa iliqi bolaning qalbida bu opsiga shundoq bir mukammal, shundoq chiroyli, shundoq go'zal, hamma jihatda bir yetishgan bir obraz. Shunami? Qanday o'ylaysiz siz opangizni? Anglab boqaylik, mening bolalarim bu bek chiroyli opasi zo'r qilmoq. Siz degan bek chiroyli deb ketdi. Masalan, siz qanday o'ylaysiz opangizni? Bizni eng tushunadiganlar mushularda ayrilmay eng ko'p vaqtimizni berimizda. Bayatın apanız gap qilgan vaqtida mushta qarab shunday havaslanib ketdingiz, qanday o'yladingiz? Deb beraman, mening bak Nima xopang deb o'yladingizmi yo bo'lmasa opam qachon xatoga qilammi deb o'yladingiz? Siz men o'ylaganimiz bo'lsa qalam. Menimcha opam mening ko'nglimda xuddi bir qiz yumshoqranga o'xshaydi. Shunda har qanday rollarni apshirdi. Bazen çağla abamla fakat ensirmeymen. Ufuklar bunda kısmen bulmaydı, köyüne ensirip turuşum gerek. Lekin abam fakat adamı ümitsizlik kılmaydı. Rasla. Rahmet ola. Çoğun boptu, 11 yaşında çoğun bulamda. Siz bayımın dadınız Lazina. Ben abamdan fakat ensirmeyme, ensirip turay desem mi ensirmeyme dediniz. Neymiş ki şu ensirşim gerek de boylap kaldınız? Çünkü abam künde her qanday quturab yurdi. Aldirash. Bir yilab qolgan deb ansirayman. Opam shunda chiqishlarni qilib yurdi, ko'nglim bo'lib qolandi. Ya opam yinimni bo'lmagan, ba'zan joylarda anaqa sen qanday ekanligini uqmayman. Shu ba'zan joylarni ansirab qo'yman. Shu atrofimizda turib, mush opam kuch olab yetishtirib bo'lolmayotdi, nurg'un orzularga yetib bo'lolmayotdi deb mushularni bizning kayfiyatimizni tushunib qoldi ekan shu ba'zida. Masalan, odatda opangizdan shu sizdan yinoz turgan vaqtida kayfiyat yaxshi emas bo'lsa sizga deb beramdi, deb berishni xohlamdi opangiz. Menimcha xohlamaydi. Faqatla. Siz qanday his qila olasiz o kayfiyatini? Opam har qanday joyda ko'nglim bo'lgan chog'da faqat nasiydi. To'g'ri.
Konuşuyor bu Her kalsam. qandaq narsani og'zi tiqib urdi. Bir yigidek narsa bo'lsa. Ham tuyuqsiz jim o'tirib ketadi bir xil. Uqmayman, lekin qo'rqib qolman. Tuyuqsiz ko'zda nur yo'q, o'tirib ketadi. Ana degan ochiqlab salma bolam. Demakchi bo'g'ini shu tuyuqsiz ochiqlab ketma. O əməliyyat bulağıma açıqlığının emas, ilıq özümni yetiştirib bulamayıcı. Texim yaxşı qıb berişim kerakdi, qıb bulamavatman deb. Hatta moşlarımı bəzi vaxtda ilıq düşünüşni, mehrimabə tələb qılmançı mən moşinçilik qıvatsam, həmmə vaxtımni sizlər üçün sərib qıvatmay bulam. Mındaq işlərim qab qavatıdı. Neymiş özənlərin işini bolsun, özənlər qılmaysızlar da. Hatta bəzi öy qirsam, öy qalayımqan taşınıb qalğanmısa, moşlar sözləb getdim məndə. Şolaşqa şu Bəzi vaxtlarda lekin men bundan narsa his qildim. Minavarim bak ediqi vermayga. Ondan keyin ediqi hammadamga cho'qim men yetishim kerak deb o'ylab ekan. Mening majburiyatim, mening qilishga tegishli ishim qilgandan keyin men bu ishni cho'qim hammasiga bak yaxshi qilib berishim kerak deb o'ylab oldi ekanda. Shuning bilan amaliyotda o'zi charchaydi. Men o'xshash kaydalik hammadamni dumbisiga atibchi. Lazina ballarning meydan turib bek pez gapdan birni qilib berdi. Nimish qalsam nurg'ulg'an atalarchu ballar bizni tushunmaydi. Men demaganikin ballar meni uqmaydi dedi. Amaliyotda bala oildagi eng go'zal kuzatuvchi. To'g'ri. Bular degan ajoyib sezgur. Siz og'zingizdan demasangiz dedi-ku, ko'z nuridan bir narsa yeyishidan, jim o'tirishidan men opamning kayfiyatini bilalayman debchu. Balalar amaliyotda bizni balkim bizdimi yaxshi tushunishi mumkin. Biz faqat o'zimiz yiliqi qaynamning ichida bo'lganki, bular bizni tushunmayotdi deb o'ylab qolamiz. Lekin men gapni pek bezdi shu. Bu nimaga foydasi bor desangiz, bola sizni kuzatyapti, sizni tushunyapti. Unda bo'lgankin kuzatganlarning ichida sizning ishingizlaringizni kuzatiladi. Masalan, cho'nglarning oldidan shunday yaxshi xabar olasiz. Bola buni kuzatdi. Unda bo'lsa bu bola qanday tarbiyada cho'ng bo'ldi? Siz yashangan chog'da bu bola sizning holingizdan xabar olamdi, olmamdi. Bu yerda quruq nasihat qilish behojat, faqat ota-onaningki qilmishlarim eng yaxshi nizomnoma. Men shuni demoqchidim, barakmallah. Teyze xulosalaysiz. Hozir men shuni demoqchidim. Nimishqa opamdan ansirab turman. Andan keyin bir yivay bo'lib qolamdiki deb ansirab turman dedi. Chunki Minavarning cho'nglarning oldin xabar elib, ota-onasidan ansirab turganini, har vaqt shularga oldi ko'rib turgan bo'lgan keyin balimi cho'qim men opamning nimish qilayotganini bilib tursam, qandaraqligini bilib tursam degan amaliyot 11 yoshda nurg'unlagan bolalar bunchalik ishlamas. O'tgan oldin qitimliq programmamizda deyishdi-ku, hatto oyig'inimni kiymaymda turadigan tayyorlab nurg'un bolalar bor. Lekin yeshiga nisbatan shunday yaxshi his qila oladigan, ota-onasini tushunadigan, dadiga yetishni o'ylay oladigan, yeshiga nisbatan cho'ngroq mas'uliyatni ustiga olishni o'ylaydigan. Sonasini o'zi oladi shu yaslidan. Shuning bilan men bu bolam qancha bir ishlarga yetishgan sari men oloy talab qo'yib ekanman, men qancha yosh demay. Shuning bilan bir kuni bir ishi, endi bashirkim og'irdi, lekin shunda ta'sir etdim. Ay, shuni qilmabsiz bular, mashqni qilmabsiz desam, "Opa, men qila olmayman." Lekin hozirgi vaqtimda undan chiqishlarni qig'im yo'q, opa, mening dapasda dedi menga. Shu vaqt shunday yurtim og'rib ketdi. Hadidan ziyoda bir talablar. Amaliyot sanasini og'irni o'zi cho'g'ishda yetdi. Men sanasini qo'sqin to'yg'izmabsiz. Balkim kirlaringizni o'zingiz jumabsiz deb nurg'un talab qo'yib oldim. Bir kuni ifodalashga bak mayir emas, bu shunchalik ifodalatdi hamda. Bir kuni ashni menga dedi, "Opa, qila olmayman. Sizga uylandim ba, opa, hozirgi vaqtimda." Cho'qlab qo'yaychi, mushto'lamni bak, cho'qlab o'g'im ketib qoldi. Chunki men uyda bak to'lib isbotamsiz turmushimiz o'xshagandiki, men bek quchoqlayman bolalarimni-chu. Bekcha quchoqlayman. Men o'zimni o'ylaqi quchoqlashga muhtoj bo'lgan vaqtlarimda yoki bo'lmasa bolalarimning muhtojlarida men bek quchoqlayman bolalarimni. Shunday lekin shu minavar bir pek go'zal bir ish bor. Masalan, nurg'ulg'an bolalar siz ishga buyuribsiz. Nurg'ulg'an bolalar ash ishni men hozir qilmay turay degan gapni ota-onasidan qo'rqib deyamaydi. Men bu vaqtda bu qiz singlisini oldida hamma ishni qiladi. Qiladi hamma ishni, lekin men uyga kirgandikanlar bu qiz anadagi 11 yoshiga qaytib, to'g'ri. Topshiriqni so'ylayman, bishida o'tirib, tomoqni akab qo'yib so'ylayman. O vaqt yana boshqa bir odam aylindi degan, xuddi menga o'xshashlar. Lekin bolamga bak chuqur talab qo'yib olmayman. Men odatda faqat ortiqchilikni so'zlaydigan vaqtim yo'q. Ash kamchiligimni so'zlab menga. Meni tushunmagan odam
O binavar acab bir pasif energiyali bal tarbiyalayotgan deb qoldi. Lekin oldirmagan vaqtimda tushundirma balam ortiqchiligimiz baychiq bundaq hammani ko'rma. Lekin mening ortiqchiligimizni so'zlaydigan vaqtim yo'q. Ortiqchiligingizni o'zingizni bilsiz, o'zingiz rag'batlantiring. Mana kamchiligingizni deb mangay balam deb. Ayshunchalik endi vaqt ba'zi vaqtlar ashta bo'lib qoldi-da. Masalan, apangiz sizning kamchiliklaringizni deydi ekan shundoq. Shu vaqtda siz qanday hissiyatda bo'lsiz? Chiqsanda shu faqat qabul qilmayman. Mana bu balninki haqiqiy yurak sadosi. Lekin Lazina pek aqlliqga pek yaxshi tanishalaydi ekan. Biz atallarcha oshna bo'lamiz. Bali ko'taralgan seri manimi qo'shib qilaversa, u ishni qilsa, andin manimi qo'shib qilaversa deb biz qalbimizni qanday o'ylaymiz desak, men balamga to'xtamay iqtidorni yuqori ko'taradigan fursat bilan ta'minlab beryapman deb o'ylaymiz. Lekin nurg'unlagan bolalar uni qanday o'ylab oldi degan chog'da, unda bo'lsa men ma ishni qilmasam, men opamning nazarida 90 nomerlik bola yoki 80 nomerlik bola bo'lib qolishim mumkin deb. Lekin Lazina shunday yaxshi. Bola o'g'iz kelsa, bola o'g'iz keldi. Sen qarmasang men topshiriq ishlamayman. Sen aniq hozir mashni qilg'im yo'q deb bu yer nimdavatu degan chog'da, "Hey appa, hello, men miyada mana bir bola. Vo cho'g'inju, men bir qaramas. Pek güzelju. Haqiqat to'g'rimi shu Lazinaning mushqig'ini?" To'g'ri. Mening qizim ig'irroqchu. Masalan, mana shunday qilsa, qig'iz kelmasa, "Appa, qig'im yo'q" demaydi. Men bo'lmasa qopib ketmayman, lekin u meni ko'nglim bo'ldi deb o'ylamdikin demaydi. Sizin bu kitoda menki qig'ingiz yo'qmi deb so'rayman. Qig'ingiz yo'qmi bolam? Ishim bo'lmaydi dang menga. Men faqat endi mushta bo'lsa yaxshi bo'lamdiki deb o'ylab baqdim. Agar qig'ingiz bo'lmasa, menga buni mening hozir qig'im yo'q. Menda qilsam bo'lamdi yoki kerak qilsam deb desingiz bo'laverdi. Uning hargiz mimmin bo'lib menda menga ishingiznikini yo demay, yo o'zingiz xushal bo'lmay yurganning foydasi yo'q bolam. Eng muhimi xushal bo'lish deyman-chi men. To'g'ri. Fikrlashib qolsak, muhimi xushal bo'lish. Siz menga desingiz, hech kim hal qila olmaymiz. Demisingiz, men bilmayman, ishingiznikini hal qila olmaymiz. Unumli fikrlashish bada sizlarning Shuning uchun cho'qim menga dang desam, "Mening bugun faqat qig'im yo'q" deydi. Bo'ldiңiz, atilikka mushunga ta'sir yetkazmay qila olmaysiz. Bo'ldi, bugun bir kun o'zingizning faoliyatini qilasangiz, o'ynayapsiz, mayli deb. Sizning qilganingiz pek to'g'ri. Ruxsat qilgansiz, ruxsat qilmayman, ruxsat qilgansiz, lekin nurg'un endi ba'zi otalar qanday o'ylaydi degan chog'da men bir huquq talish kirishi bo'ldi. Men qil desam, sen nima ish qilmaysan? Men qil degan buyruq qilsam, men degan bir anutusam, meningki jazom nakatdi deydigan narsa og'zidan chiqarmaydi, lekin ishchidan. Yana bir tarafdan aytganda, bolalar bir xato ishni qilishni tanlagan bo'lsa-mu, ozroq bir jihatdan ziyon tortmasa bular yana shu bo'yicha mengaverdi-da, opam yo'l qo'ymadi deydi. Opam yo'l qo'ymadi deydi. Ziyon tortgandan keyin o'tirib bolam mana. Ma işte siz yo'l qo'ygandim. Masalan bir axlat yemak yedi deylik. Yo'l qo'ydik, ish surib ketdi. Ya qizib qoldi, maktabga boramidi? Atsi 2 kunlik topshiriqni ol, kechgacha o'tirib ishildi, shuni bilan o'ylaydi. Ha, opamning gapini olsam, shunda bo'ldi ekan. Xatolashdi ekanman deb. Xatolik yo'l qo'yishmi ba'zi vaqtlarda bir tarbiya bo'ldi ekan. To'g'ri, uning o'zining bir o'sib yetilishiga biz fursat berganlik bo'ldi. Xatolikni xulosalab, xatolikdan kelib chiqqan ishning mas'uliyatini o'zi qabul qila oladi oyada. Men xato qilgandim, shunga natija kelib chiqdi. Amsi bundan keyin qanday qilishim kerak? Ma'lum yaxshi. Oy, siz asli yuvarganjasiz. Men dedim-ku, mushtil rabalardan birisi to'qishim kerak deyman. Yeb ketdim adabiyotni. Lekin bak yaxshi ko'rmasam kasbim. Hozirmi yaxshimi mana? Shunday yaxshi bo'lyotdi. Manisan bo'landi. Albatta bo'ldi. Yo'q, bilan. Hammani yemasin mayli. Yer ta'minlab qo'yishimga. Qayerdan olasizlar? Achchiqda. Achchiq yaxshi. Obim Lazina birdim dedi-ku, masalan, apangiz kamchiliklaringiz ko'rsatgan vaqtda qanday qilsiz desa, faqat qabul qila olmayman dedi. Shunaqa-ku? Osh qabul qilmagan vaqtidagi hissiyotdi. Lekin qabul qilamizmi? Yana qabul qildi shundaymi? Mushu narsani bilgim bor meningcha. Mening mashni bilgim bor, o'tib ketdi qabay. Mening bek ash narsani bilgim bor, chunki Lazina bek yaxshi ifodalab berdi ekan-chi bu narsani bizga. Jim o'tiradi. Baribir ifodalasamu Biroz gap qildik. Undan bo'ldi. Buni deyishim ma'nosi yo'q deb o'ylaymiz shu vaqtda. Lekin keyingi qitimda qanaqa qilsizlar? Mush xatolik yana qayta sodir bo'lamdi yoki qilmamsiz? Ba'zan yana bir ikkim bo'ldi, lekin 3-chi kun unaqa bo'lmaydi. Lekin mushi ish masalan sizning nazaringizda to'g'ri, lekin opangiz xato deb qaragan ishmi yoki amaliyotda bu rostli xato ishmi? Ba'zi bir kichik ishlar shundaq-ku, amaliyotda biz kirishib olmasak ham bo'ldi. Mening javob berishim to'g'ri kelyapti. Chunki
Men ko'p vaqtlarda jiddiylam kirib, men qizimning nim bo'ldi degan savolning o'rniga men o'zimning hissiyotimni ifodalab deb aytaman. Xulosanı siz chiqarib aytasiz. Minavarning bir yerini bak yaxshi ko'rdim muborakada. Minavar rostga. Chin. Amaliyotda bizning atrofimizda chin insonlar bak ozchu. Mayli bizning do'stlarimiz bo'lsin, odamgarchiligimiz bo'lsin, kishilik munosabatimiz bo'lsin, bag'ansir chin odamlar ozlab ketib bordi. Haqiqiy hissiyotindagi odamlar ozlab ketib bordi. Masalan, mush programma hamda to'r dunyosi orqali nurg'ulg'an odamlar bilan uchrashdi. Minavarmi mayli kasb jihatdan bo'lsin, mayli oila jihatdan bo'lsin, nihoyat yaxshi muvaffaqiyat qozonib kelayotgan bir shunday go'zal bir ona. Misal men bolalarimni bak yaxshi tarbiyalayman. Bu qizning desa haqiqiy hissiyotini ifodalamasin, biz bu balki minavar rost shunday deb o'ylaydik. Shunga moslashatdik. Lekin minavar eng chin o'zini haqiqiy o'zini ifodaladi. Chunki bu rost nurg'un xonim qizlarimizda bo'ladi demişdi ahvol. Ularmi malli bunda emasga men amaliyotda bo'ladi bunda ahvol borga. Bular bunda hal qildi demak, men bunda hal qilishim kerak degan narsani his qildi. Bizning programmaning maqsadimi ikraldiki, nurg'ulg'an xonim qizlarga mush narsani berish. Ben minavarning bir mush tarafini bak yaxshi ko'rdim haqiqiy. Chin hissiyotini bizlar o'rtoqlashyapti. Ko'p vaqtlarda o'zimning bismimda ishni qilolmay, qizimga tushuntiradigan fursat bermisanmi? Ama dediği sükut qiladi, jim turdi, gapimni hamma anglab bo'ldim. Men o'zim aytib bo'shab azod bo'lib qolmay, o'zimni ishni qilmay, ma qiz uni hazm qiladi bir vaqtcha. Chiqishqim bo'lib, andan keyin men ba'zi vaqt kirishib olmay. Gap qilsam nemish qiyinqas bo'ldi demaysiz menga. Men to'g'ri gap qildimmi, xato gap qildimmi, nemish qiyinqas bo'ldi demaysiz. Men ikkinchi qitim bo'ldi, men xatolik desam shu vaqtda. Apa sizga tushundirsam bulamdi, bo'lmamdi bilmadim. Siz menda so'rab baxmadingiz bu ishning jarayonini. Deb anandan deydi bu qiz bilan kechiring, buni pek diqqat qilaman. Cho'qim sizdan avval so'rayman, hech xatoligimchi? Rahmat deydi. Cho'qim so'rayman. Avval ishning jarayonini so'rab bo'lgandan keyin anandan keyin qarab chiqarman. Rahmat. Lekin bir xil do'stoniligim bor. Do'stonlik bor. Ma'nodan xulos qilsak, amaliyotda fikrlashish uchun cho'qim birinchi sharti qo'sh yo'nalishda bo'lish kerak. Ata-onalarga men deyman, sen anglaysa degan kelgan xatolashimizda, endi boy siz degandek, buningdagi men bir so'ra aytma degandek, qo'sh yo'nalishda men so'ray, sen degan men qabul qilay, menday sen degan sen qabul qil degandek-chu, ma holatda bo'lsa, ma pek go'zal ish bo'ldi. Men o'zimniki deb baqsam bo'ladi. Sizlarning psixologik tashkil qilganman, men to'g'rim xato bilmayman-da, chunki biz hammamiz hamda tunji qitim ona bo'ldik. Tunji qitim tarbiyalayapmiz. Asta-asta bolalarimiz bilan tang cho'ng bo'lyapmiz. Amaliyotda biz bolalarimiz bilan tang o'sib yetilyapmiz bizmi? Biz nurg'un narsa o'rganyapmiz. Men qana qilma deganda bak ochchig'im kelib kelsinmi masalan. Ayliqi uni cho'qim miyakra deb kirmamdi. Chunki bu tulisi o'g'limdan paydo bo'ldi. U ayliq bak sho'x bo'lgan keyin, kichik bo'lgan keyin akirib cho'qim uni men bilan tang turadigan bir yerga ya tug'izma. O'zim bilan tang qilib yoki o'zim o'ttirma. Uddul-muddulmishda qarshib, tug'izib degina boshda men mana qildim deb aytmayman. Degina nimish bo'ldi. Sen gap qilmaydi. Da o'g'il bol degan har qanday gapini deyalaydigan bo'lish kerak. Nimish bo'lgan bo'lsa, men da oldi bilan. Men bir anglay deyman. U deydi boshda. Degicha yig'laydi ba'zida. Men degan bunday qilsam, amiyatu bolalarning o'tirsa bir qog'ozda olishib urushib ketgandek bir ishlar bo'lishi mumkin-da. Deydi, uni shuni cho'ng ishda lekin. Deydi deb anglab bo'lgandan keyin, ha deb undan keyin cho'qim yerda ya ochisiga ya inisiga yon bosmayman-chu men. Adil. To'xtabdi, amsa deb hadisini chaqirma. Mamanda deydi, u nimish bo'lgan deyman. U deydi undan keyin. Bundan bo'lgan u partlaydi. Chunki men partilib olsin deyman, qizim oldida partilolmaydi emasmi? U partlab, yig'lab shuni deb bo'lgan ekan. Ikkinchisi tangiliqi. Asli sen buni qilsang kerakdi. Sen buni qilsang kerakdi. Agar faqat bir-biringlar bilan petishamisanlar bo'ldi, bugundan boshlab 3 kun sen o'zingning uyda o'yna, sen uyda o'yna, hech qanday bir-biringlar bilan aloqa qilmanglar deyman-da. Chiqmanglar bo'ladi, ko'rishmanglar. His qo'zish kerak. Degandan keyin yarim soat qolmaylar, ikkisi bir-birini o'ynab Mushinchilik qilamizlar, amaliyot bir-biringlarni hargiz tashlab etmaysizlar. Mana shuni hal qilib berdim. To'g'ri qilgan ishingiz-chu, to'g'ri qilgan pek inchik nuqtalarga pek yaxshi diqqat qilgansiz. Masalan, o'xshash egizlik tutuvdingiz. Bundaq emas. Ba'zilar deydi, men bundaq qilsam nima bo'ldi deb xapolmay telefonimda bundaq bir o'zimni rasm tortib, men o'rindan undan keyin qarab baqsaq, balaning bundaq qarg'an altini ko'ra olasiz-chu, burunlarning teshiga achchiq kelib ketgan,
Aşı holatni ko'rdi bola sizni. Endi achchig'ingiz kelganda bola bilan o'xshash egizlikda turish birinchi bek to'g'ri ish. Ikkinchisi shunday fumo bo'lish kerak. Boy quchoqlayman balam deb turibchi bu bek yaxshi. Endi yana birisi sen hozir men sen bilan mashina deb baqmoqchi, sen deb baqamsan deb fikr almashtirdik. Endi keynining yana bir bek o'yin xarakterlik bir kichik chichova endi u qanday qish degan chog'da masalan mashik so'qishib qoldi. Men sizga dedi, bu sizga dedi. Endi degan chog'da ishqinglar rolinglarni almashtirib baqamsizlar. Ha. Endi qanday qilsizlar deganda o'zlarilik rolga kirib yetib turiblar kulishib ketadi. Odam degan to'xtamay aktiv energiyani qabul qilish kerak. Opa, dilrabo so'zlar aytgancha men qabul qilib oldim, menda shu narsa komka. Lekin o'zidan tarbiyalayotgan bolalarning hammasining oldida tizilib o'tirib, mo'shinchilik ilqib nima? Baravar holatda fikrlashima. Hatto yengishib o'tirib, yetib olgan yerlarim bor, o'shanday. Lekin o'zimdan bolalarimga nisbatan kamchilikka. O'zimdan bolalarimga nisbatan bu har qatim o'zini tekshiraydi-ku. Shundoq ma'man-ku. Ashta qabul qilmagan o'zim yo'q narsalarni. Shin. Bugun sizning hikoyangizni anglab biz ba xush bo'ldikmi? Sizning hikoyangizni anglab oldim. Bek go'zal. Mening hikoyam bir onalar hammamiz o'rtaq bo'lgan ish bo'lgandan hisobda bir fikrlashib ko'nglimiz yo'rib bo'shab qoldik deyman. Endi men bundaq bir narsani his qildim. Chunki ikkalanglarda kasbchanliginglar bek yuqori. Sizlar kasbiy ayollar, lekin oilanimi tang apmangan, ikkilisini gul keltirayotgan ayollar. Baya minavar mundaq dedi, men shu kasb qilmagan mezgillarda yurgimning bir yerda bir narsa patdi. Men bir ishni qilolmayotgandek, men fahrlab baqsam bo'lmamdi anda bunda. Xo'shallik topolmay, lekin xo'shallikqa intildi. Buningda men nimani his qildim desangiz, bizning odamlarning ehtiyoji bilan yashaymiz-ku biz. O'zimizning ehtiyoj qatlami bor. 5 qatlam deymiz, eng asosida fiziologik ehtiyoj, xotirjamlik ehtiyoj, tavallik ehtiyoj, hurmat ehtiyoj, lekin cho'qqisida nima bor degan chog'da o'zini amalga oshirish ehtiyoji bor. Endi ikkalanglar mayli kasbda bo'lsin, oilada bo'lsin, oilada bir mazgil turib, yana qaytadan kasbningki jangi maydoniga chiqish bo'lsin. Hozir nimishqa chehringlar shunday go'zal kulki tabassum bor degan chog'da ikkalanglar o'zinglarni amalga oshirish yo'lida tirishib yetibsizlar. Sizlarning ishga qo'zg'atqish kuchinglar dal mishadan kelib yetibdi. Men buni tushunib oldim. Endi televizor oldidagi do'stlarga deydiganim, sizlarmi o'zinglarni amalga oshirish yo'lida bir tirishib baqsanglar, o'xshamagan xo'shalliklarni yashay olasizlar. Rahmat molim. Rahmat. Minavargim bek rahmat. Haqiqiy chin o'zi bo'lib, o'zini ba taraflarning hammani, mayli ortiqchiliklarni, mayli kamchiliklarini o'zi his qilgan, hamma narsani haqiqiy bo'lib bizga to'kib berdi. Chunki bizning ortiqchiliklarimizni nurg'un odam yaxshi ko'rdi, lekin bizning kamchiliklarimiz bilan yaxshi ko'radigan odam haqiqiy bizning yonimizdagi bizni yaxshi ko'rgan odamlar. Biz yanala shu kamchiliklardan qo'rqmay bizning oldimizga to'kib beradigan odamlarni yaxshi ko'ramiz. Shu bolalarimizmi texi u bir bala, u texi bir mukammal bir narsa emas. Hech qanday inson mukammal emas. Shu bolalarimizmi kamchiliklarni qo'rqmay bizning oldimizda ifodalashga, qo'rqmay bizga deyalishga degan umidlarimiz bor. Shu minavar ikraldagi barliq onlarimizga yana bir qitim shunda bir signal berdi. Xatolik hamma odamda bo'ladi, biz faqat o'zgarsak, tuzatsak bo'ladi, texmi yaxshi o'zimiz bo'lsak bo'ladi degan narsani bildirdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Lazinagim bak rahmat. Oxirda sizlarga attraksion so'g'imiz bor, qabul qilinglar. Bu bo'lsa umoq qizimizga Nusran qizillari, undan keyin uydagi umoq pushkingizga Tailand import qilgan kauch filmida ishlangan bu baho yostiqi. Rahmat. Mobinas o'zini so'g'itgan. Bu bizningki Al-Xumarninki Meylanbek yaxshi ko'radigan mahsuloti, ya'ni chash oziqlantirish, chash filmi. Bizning uyga bak tushganimiz qizlar bo'lgandek. Rahmat. Yaxshi ko'rib shiltinglar. Undan boshqa yana mushu muborak ma'lum bizga alayib ta'minlagan Xinjiang idrak psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan bir oila kishilar birga berib ishlagili bo'ladigan qumtaxta oila qumtaxta o'yinni bir qayta maxsus tiyan qilish. U yerda bek go'zal hikoyalar chiqdi. U bek yaxshi o'yinkan, chunki buningda ham qumtaxta tizish orqali bolaninki yoki o'zimizniki ichki hissiyotimizni haqiqiy ifodalagili, shu orqali lekin bizning kayfiyat o'zgarishlarimizga baho bergili bo'lganchu, shuning cho'qim fursatni qo'ldan bermay, umoq qizimizni ilib, billa bir oila kishilari tiyan beqishinglarni umid qilaman. Bunday yaxshi ishlar bo'lsa, albatta, barimiz qo'llarimiz Bo'ldi, unda bo'lsa, bugungi programmamiz bunday ahamiyatli, go'zal his tuyg'ular bilan oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Sağ ol.